أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال الإقالة جائزة yuqorqi faslda biz so'lsitga munosabatli ba'zi ahkomlarni bayon qilgan. Qanday so'lsit qilamiz, jarayonida uchraydigan tovarga munosabatlik, bahoga munosabatlik va so'lsitlik ijab va qabul lafzlariga munosabatlik ahkomlar ustida to'xtalgan. Hamda bugun bu faslda so'di tutib bo'lgandan keyin so'dini bekor qilib o'tish, yoki yondirib o'tish ustida to'xtalamiz. Hozir so'd tutib bo'ldi. Ilm satim qildik, so'da joyida tutdi. Kendinden keyin tovarda hech qanday ayb yo'q. Xiyar shart biktib, xiyar shart bilan mendumdoq. Xiyar shart o'tib bo'ldi deydi. Ya'ni xiyar kelgandan xiyar o'tib bo'lgandan keyin hech qanday ayb yo'q. Faqatlam bizning ko'nglimiz ma'ni bo'lib qoldi. Yoki u narsa bizga kerak qolmadi. Yoki dadisi, yo'ldishi olmagan bo'lsa olibganda topmalamat qildi masalan. Shunda bu ahvolda so'dini yondirib o'tish iborat. El-iqalatu caizatun. El-iqala lügat manası kötürüteş, yoktüteş gelmende. Aqalahu yaki qalahu da çıkılışlıdır. Qil diyenini kilip çıkan. Aqalallahu hasratahu yani tutuşup çıkılıp çıkan olsa Allah Teala onu yölep turuzuk koyga ergemende. Yani so'lsa tiqib qalsa ilgirki to'xtamni bekor qilib tavani yondirib bergandek. Burunqi so'dining hukmini bekor qilib o'tgandek. Istaqala yondirib berishni talab qildi degan. Yondirib berdi, aqala. Bir Arabiyning hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat qilib bo'lgan ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan unda talab qilib turgan. Aqlni bayati. Madinaning havasi yoqmadimi yoki bir shulab aqlni bayati degan chaqda Rasululloh rad qilgan. 2-3 qatim yana kerak qilgan ekan, o bayatida turmay Madinaning sirtiga o'zini yutib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin Madina shu tumichining kurkiga o'xshaydi. Yaramaydigan, kalkamaydigan unda nimani sirtqa chiqarib o'tadi degan. Bu xuddi shu so'lsitga o'xshatib istiara sutdi degan bo'lishi mumkin. Yoki shu bayat nimasiga aqala ishlatish mumkin. Bayatni bekor qilib paslar, bayatni yondirib paslar degan ma'no. Endi islohiy ma'nosi iqolaninki raf'ul aqdi va ilg'o'i hukmihi va atharihi bi ridat tarafayn. İki tarafning rozilik bilan burun qilgan so'lsitning butun hukmi va uning kelib chiqadigan natijalarini hammani amaldan qoldirishga iborat. Bu tovarning hammasini yondirib berish bo'lishi mumkin, bir qismini yondirib berish bo'lishi mumkin. Mana qarasak bu so'dini bekor qilib o'tish degan fasq degan mazmunga uyg'un kelib qoladi. Fasqga so'da to'xtam aqdni bekor qilish iborat. Lekin azroq farqi bor. Fasqning burunqi so'dini bekor qilinganligida asal ittifoq. Lekin iqolani fasqdamdiq deganda ixtilof bor. Ba'zilar buni fasq deydi, ba'zilar yana bir so'da deb qaraydi. Mesela Hanefi mazhabning mazhab qarashida İmam Muhammad, İmam Abu Hanifa mo shunda deydi. İmam Shafi'i va İmam Ahmadlar iqola fasqdan iborat deb qaraydi. Ya'ni ajburun so'dini bekor qilib o'tishdi bor. Biz yondirib o'tishimiz-ku. Abu Yusuf va İmam Malik va Zahiriylar buni yangidan qilingan so'da. Tovarni sotgan kishi kimda olgan bo'lsa shu odamga yana sotdi deb bunda tushunadi. Yani buna fasqdamdiq, bayandamdiq deb ashunda atash ustida alay to'xtalishinki ba'zi bir ahkomlarda farq qildi. Mesela oddiy bir misol olib qo'ysak, birisi bir savdo qildi, ama savdo qilgandan keyin bundan keyin bir narsa setib qolsam manda qilmadim nazar qildi yoki bundan keyin vallahi qat'i bir narsa sotmayman qasam qilsa shu qasamdan keyin burun olgan narsani egasiga yondirib bersa bu qasamni buzgan bo'lamdi yoki buzmagan bo'lamdi. Agar buni bay' jadid deb qolsa qasamni buzdi, kafarat keldi. Yo'q, bu burun olganni yondirib berdi, yangidan sotmadi desak kafarat kelmaydi. Bu oddiy bir misol. Uning boshqa farqlari bor. Yani iqolani tasavvur qilsak, bu ikki taraf
yanılmaydıganğa soğudu bulap boğanız. Bu pulunu elip ketdi, bu tavarını elip ketdi. 3 güngacha yandirish fırsı var degan gap o'tib ketdi deydi. İkkilaylan öz yo'liga mangandan keyin ikkilayning birisi pushmon qilib qoldi. Ammo bu pushmonning sababi tovardagi ayb emas. Tovar buzuq chiqib qoldi yoki uning chataq chiqib qolgan bo'lsa, iqoli qilmasimi Milan chataqkan deb yondirib berish haqqi bor. Lekin saq turib yondirib berishni xohladi bu. Og'irligi pushmon qilib qoldi. Yoki pulini bergan chog'da pulini berolmay qoldi. Yoki ota-onasidan yo ayoldan yo erdan taptani uchirdi. Mushundan narsani qilamlar, mushunga keldim deb taptani qildi. Yoki baho farqi deydi. Masalan, bozorda bir yerda 100 ko'y sotayotgan narsani yana bir yerda 250 ko'y qilib afsaldi. Bu chog'da iqoli qilmasimi keliblarmi qo'yib tutsa yoki bozorda manchpullik narsaga bu deb yondirib berish haqqi bor. Agar 100 ko'ylik narsani biz 110 ko'y sotgan bo'lsa, u chog'da yondirib bermaydi. Yani bahada qo'ylab ketibmi deb yondirib bermaydi. Endi hozir ayni yondirib bermaydigan baho farqi bo'lgan holda pushmon qilib qolsa, yondirib bermoqchi bo'lsa, buni iqola deymiz. Agar ixtiyorlik bergan muddatda yondirib berib qolsa, fasx unda aniq. 3 kungacha yondirib qolsam, akab berma, yondira olayman degan bo'lsa, 3 kun ichida akab bersa, fasx bo'ldi. Uni ba'zi demaydi uni, ba'zi ulamolar. Yana ba'zida ikki tarafning birisi yondirib beradigan bo'lishi mumkin. Masalan, biraydan qat'iyan demaydiganga shartlashib, o'yinlanib qolgan bo'lsa, biraydan unda shartlashmagan bo'lsa, bu yondirib berishi mumkin. Masalan, ba'zida 3-kunchilik xiyar deb 3 kunchi yondirib berish bir kishiga ham qartilgan bo'lsa, masalan, do'konchi odatda sotgan narsani u xaridorni izlab, men yondirib olaman 3 kunchi degan gap yo'q-ku. Lekin xaridor 3 kunchi yondirib bersa bo'ldi. Nağın bir yerde iqala bir taraftan bo'lishi mumkin. İkili taraftan emas. Ama normal ahvalda ikkidan so'zlashgan bo'lsa, ikki tarafdan bo'ldi. Masalan, sotquchi yo'q, sotmaydim, yondirib bersizlar deb talab qilish mumkin. Yoki og'ichi men buni yondirib beraman deb yondirib berish mumkin. Bu kitobda yondirib berishning hukmini joiz dedi. Ya'ni mashru, yo'lliq, joiz, mubah degan ma'noda. Lekin shariat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri arqali bunu targ'ib qilgan ish. Yani bu yerda qarasak hozir shu muomalat ahkomlarining ichida biz burun degandek aqida, axloq, endi giralish, zid bog'lanishlik. Ayni shada joiz dedi. Lekin shariat targ'ib qilgan bir ish, savoblik ish, ashunda yaxshilik qil degan. Chunki shariatda shunda pushmon qilganligiga savdosini yondirib bergan kishiga qiyomat kuni uning ba'zi bir xatoliklarini afo qilib o'tib, uni yo'laydiganligiga va'da berilgan. Masalan, kitobda qavlihi sallallohu alayhi vasallam man aqala nadiman bay'atahu aqala Allohu asratahu yawmal qiyamah. Sodizda pushaymon qilgan kishiga sodisini yondirib bergan kishining Alloh taolo qiyomatda uning xatoliklarini afo qilib o'tadi. Uni cho'ng mudrab ketishidan yo'lab qo'ydi. Bu duo bo'lishi mumkin, xabar bo'lishi mumkin. Duo deb qolsa, sodisda pushmon qilgan kishiga sodisini yondirib bergan kishining qiyomatda Alloh taolo cho'ng xatoliklarini afo qilib o'tgay deymiz. Xabar deb qolsak, endi afo qilib o'tadi. Undan keyin bu targ'ib qilingan va shunday savob va'da qilingan bo'lgan ekan, bu mandubun ilayhi deymiz. Murarqabun fihi. Hamda joizda ba'zida iqola vojib qildi degan ahvollar bor. Masalan, qanday chaqda esa, ash to'xtam shariat yomon ko'radigan bir to'xtam bo'lib qolsa, yondirib berish lozim. Yoki ziyon bo'lgan bo'lsa, yondirib berish. Chunki ziyondan saqlanish talab qilingan. Ammo ziyon tortgan bo'lsa, yondirib berish vojibdek mazmun chiqadi. Fasid savdolab qolsa, buni amaldan qoldirishga tirish lozim. قال ولأن للناس حاجة إليها كحاجتهم إلى البيع فتشرع. Kişilerin savdını yondirishga bo'lgan ehtiyoji, savdo qilishga bo'lgan ehtiyojiga o'xshash zo'r deydi. Undan keyin bu yo'l qo'yilgan mashru' qonunliq ish. ولأنها ترفع العقد فصارت كالطلاق مع النكاح. Yani bir taraftan bu to'xtamni amaldan qoldirg'ach bo'lg'achqa bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, nikoh bo'lgandan keyin taloq qilgan ahvolga o'xshaydi.
Nikah ikki tarafdan rozi bilan bo'ldi. Lazim yanılmaydı. Şunama yani lazım gel şu kuşkiga bo'lib bo'ldimdi. Muddatul xiyar degan narsa yo'q unda. Anda bo'lgandan keyin er talaq qilish orqali bu nikahdan yenib olgandek bir ahvol. Asli ishkilaylar yenibas bo'ldi, lekin Alloh taolo talaq qilish huquqini shu erning qo'liga bergan ekan. Er yenivasımı xuddi ishkilan kimning qo'lida yenish huquqi bo'lsa, yanigandek bir ish. Hozirma so'd bilan talaqning farqi, talaqda shu erlar yana olaydi, so'dda har ikki taraf yana olaydi. Ba'zi ahvollarda shu bir taraflar yana olaydi. Talaqda qarshi tarafga rozilikdan mesela shart qilmaydi o'zi. Shart qilmaydi. So'dda qarshi tarafga rozilikdan shart qilmaydi. Talaqda shart qilmaydi, lekin nikoh qilgan chaqda bu to'xtamning tabiatilma keyincha er xohlagan chaqda sizni talaq qilib desa, tamam, ma'qul deb tegir. Undan keyin bu dimdan ashunga bir ma'qul kelgandek rozi qildik. Ammo men tigay, lekin talaq qilinmaysa desa batil. Talaq qilinmaydiganga nikoh qilsa batil bo'ladi. Undan keyin bu talaq qila oladigan tegishli iborat. قال وتتوقف على القبول في المجلس bireylen bu so'dini yandırıp basla deb icab sözünü qilgan bo'lsa, qarshi taraf shu icab sözünü algan so'rinda qabul qilishi lozim. لأنها بمنزلة البيع لما فيها من معنى التمليك. Bunun da şu bir tovarni ya bir pulni qarshi tarafning irodachiligi o'tkazilgan, boshqaning mulki qilib olgan ekan, bunun da so'z setiqning mazmuni bor. Asli bu so'z setiqdak, lekin uning oldida bir so'da bo'lg'achqan o'shining o'zida buni iqola deb atadik. Bunda ekan iqolaninki rukni al-ijab wal qabul. Agar ijab wal qabul bir so'rinda tepilsa, iqola tamom bo'lgan bo'ldi. Wa tasihhu bil lafzayn yu'abbaru bi ahadihima 'an al-mustaqbal. İcab al qabulni ifodalagan so'z birisi o'tgan zaman, birisi kelajak zamanni bildirgan fe'l o'simi bo'ldi. So'z setiqda ishkilasi o'tgan zamonning bo'lishi kerak degan. لأن الإقالة لا يحضرها السوم غالبا. Çünkü bir tovarni setilib yondirib turgan vaqtimizda so'da qilgan chaqdagidek biz baho talishib tortishma qo'ymaymiz. Ama musavama baho talishish, baho deyishish. Çünkü onu algan baho aniq 90% ahvolda shu algan baho bilan yondirib beraman degandan shu burun to'xtalgan baho maqsad qilindi. Bazı bir ahvallarda onundan tuvarrak ya yuqurroq yondirib berishni ayrim deyishi mumkin. Lekin bunda ahvol az. Shuni g'oliban deb qo'ydi. Chunki bu iqolaga yondirib berishgan je o'ylangandan keyin bo'ldi. Uyga berib, taptadan olgandan keyin yoki o'zining sharoitiga qarab, undan keyin abrpasam sabturtdan qanda apraman deb najiq o'ylangandan keyin andan aprlan gap. Shunda bo'lg'ashqa u yer baho deyishadigan talash-tashqili ahvol bo'lmaydi. Kan nikoh, xuddi nikohga o'xshash. Nikohdimi boshdaji elchini berib kelib, o'ttirinchi qatnashli bo'ldi-ku. Undan keyin andan tutishib, so'rinda turgan chaqda u yerdan manch pul to'yliq bir amla ba'mida so'zlash bo'lmaydi. Nikohchilar oxirning nikohini o'qiydi. Nikohga o'xshashlar oldim tagdim degan so'zlar bilan bo'lib ketadi. Ma'nodimi yondirib biramla, yondirib berdim deblam bitib ketadi. Ammo her ikki so'z o'tgan zaman fe'l bo'lib qolsa, bunda ittifoq hech qanday ixtilof yo'q. Masalan, birisi aqaltuka desa, sema yondirib berdim desa, qabul qildim desa, bo'ldi, iqola tamom bo'ldi. Endi bu yerda bir so'zni kelajak fe'l bilan ifodalab qolgan holda qanday bo'ldi desa ixtilof bo'lgan. Hozir kitobda bayon qilganimiz Shayxonning qarashi, shunama birisi o'tgan zaman, birisi kelajak zaman bo'lsin bo'ldi. وقال محمد رحمه الله وقال محمد degandikilar yuqori qarash Shayxonning qarashi deb tushundim. Shunama la budda min lafzayn madiyayn. İmam Muhammed rahmetullahi alayh iqoladimi xuddi so'dida bo'lgandek o'tgan zaman fe'ldan ikkisi bo'lishi lozim dedi. Li'annaha tamlikun bi'iwadin. Chunki bu bir narsaning o'rnida birib qarshi tarafni shu narsaga ega qilishdan iborat. Xuddi so'z setiqqa o'xshash. Kalbay o'shada qiyos, nima? Iqolani so'z setiqqa qiyos qilyapti.
وجوابه ما مر. İmam Muhammed'nin kıyası qarta bizning javobimiz yuqorida bayon qilgan so'zimizdan iborat. U nimitda bu bayanga o'xshamaydi, nikohga o'xshaydi. Baya bilan iqolaning farqi bor. Baya deganda musavvam bo'ldi, iqolada musavvam bo'lmaydi odatda. Qiyasuka ma'al farq demak. وجوابه ما مر يعني لأنها لا يحضرها السوم غالبا بخلاف البيع يحضرها السوم ولا تصح إلا بلفظ الإقالة. يعني شو tovarni yandırıp bergen vaqtimizda yandırıp berish mush iqola iborasi bilan bo'ldi. Arabchada shunda, Uyg'urchada yandırıp berish deymiz. Qaytirib o'tish, yandırıp o'tish. فلو تقايلا بلفظ البيع كان بيعا بالإجماع. Ama bu ikki taraf sodni yandude. Lekin bular shu yandirish ishida aldım sattım degan iborani ishlatib qolsa, bu yangi bir sod bo'ldi. Ma telefonni 5000 ko'ga sotib olgan. Lekin lozim bo'lmaydigan deb qaytirib bermoqchi. Endi bu do'konchiga akirib 5000 ko'ga sotaysan, olsa 5000 ko'ga oldim desa, aldım sattım degan iborani ishlatdimi? Bu do'konchiga sotib etgan bo'ldi. Yeniden so'lib sotgan hisobda. Ammo iqola so'zini ishlatgan bo'lsa, bu yandırıp etgan bo'ldi. Yandırıp bilan yeniden so'da qilishning jiq masalalarida farq bo'lib chiqadi. Shuni aslida ayiramiz. ولا تصح إلا بلفظ الإقالة. فلو تقايلا بلفظ البيع كان بيعا بالإجماع لأن الإقالة تنبئ عن الرفع. Çünkü iqala degan so'zning o'zi bir narsani ko'tarib bekor qilib o'tish, yo'qotishdan darak berdi. Shuni his qildiradigan narsa. Wal bay'a 'an al-ithbat fatanafata wal bay'a yunbi'u 'an al-ithbat demek. So'z tutgan yangi bir igdorchilikni isbotlashdan darak berdi. Fatanafata lekin iqola bilan bay ikkisi farqli, o'xshamaydi. Şunu iqola so'zini ishlatib qolsa iqola bo'ldi, bay so'zini ishlatib qolsa bay bo'ldi. ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة. Sodini buzutadigan, munosib kelmaydigan shartlar bilan bekorlik ketmaydi iqola. ولا تبطل يعني ولا تبطل الإقالة بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله وتبطل عند أبي يوسف رحمه الله. Yani bu sodu bilan iqoliningki o'tirib yana bir farq. Mesela bey desek bu bishurutul fasida bekorlik ketadi deyish mumkin. Lekin iqolida shurutul fasida bilan bekorlik ketmaydi debdi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Agar yenidan qilgan sodu bo'lgan bo'lsa, shurutul fasida bilan bekorlik ketdi. Undan keyin bu yana bir masalada 50% bir farq ko'rildi demakchi. Shurutul fasid degan shu to'xtamning muqtazosini zid qiladigan telefonni sotdim, lekin tutib boqmaylar, ishlatmaylar degandek masalan. Uyni sotdim, lekin kirsil bo'lmaydi degandek. ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة. Adamda anda shart qo'ysa, anda kishilarningki xohishlari, aqli, arxli bo'lgan ekan, ashunda tatanpar gapni qildiradigan jiq. Bu odatda ko'p uchraydi. Anda kalla sho'g'ilab qilib, g'alati gapni qilib, so'd qilgan odamlar bor. Bu so'dida olsin, nikoh talaqishlarda olsin, g'alati gapni uchrab turdi. Fiqh kitoblarda nurg'uni bor. Ya'ni shu 1300 yil jarayonda va qiyomat qadar har xil jamiyatda yashagan, har xil kalladagi odamlar shunda qilayotgan gapni qilish mumkin. Ham shariatning ahkomlarini joyida bilmagan ekan, bular shunday gapni to'g'ri bo'ladi-ku, bunda divosa hisob qildi deb deydi. Ba'zida so'dlashgan bo'lsa, bekorlik ketadi deymiz. Ba'zida ma shartdan qamlashmagan shartga o'rnalgan, lekin to'xtam hisob. Shartni bekor qilib to'xtam hisob qiladi bor. Yani so'da bo'lgan bo'lsa, shurut fasida bo'lsa, u so'da bekor etdi. Lekin iqolada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ta'sir etmaydi, bekor etmaydi dedi. Qala وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث
Muş iqala sodlaşkan iki kişinin hakkında burunqi sodini yandırıtıştı ibaret, beka qilitishdi ibaret. Amalda qaldı da. Lekin üçüncü şahsga nisbatan aytgan chaqda, yani üçüncü şahs shepi, uyning shepisi. Uy ya dukan, g'ayrimanqulninki shepisi. Üçüncü şahs shepiga nisbatan bu yandırıtış yeni bir sodlaşkandak hisoblaymiz deydi. عند أبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة رحمة الله عليه قرشه هذا البيان قلنا قرشه bu üçüncü şahsın hakkında diyorum mesela benim hoşnam üyüne 1 milyonga sattı. Aslında ben şepilik hakkılan 1 milyon başkadan bir satamadım. Mağlumat etsem maylı oldum. Şepi degen hoşna kişi. Hoşna üyünü satsa hoşnuzu eliş hakkı var. Bu şepilik hakkı deyimiz. Yatkı satkandan hoşna eliş hakkı. 1 milyonu sattı. Ben elişin halimdim. Yat bir kişiye sattım ha. Setip olgandan keyin endi bu yat kişi bu soduna hoşnamga yani yandırıp qo'ymoqchi. Yani yeni hoşnam, ko'ni hoşnamga yandırıp qo'ymoqchi men. Çünkü ko'ni hoşnamda yat boshqa bir odamga aylandi u. O'yini tashlab chiqyapti u. Yani yeni hoşnam, burun hoşnamga qaytirib qo'ymoqchi o'yini 1 milyonga. Yani 1 milyonga qaytirib turgan vaqtida men bu yandırıp berish deganni to'lamayman. Menga nisbatan bu yandırıp berish emas, yeni sodi deb qarayman. Şu çağda ko'ni hoşnamga, yeni hoşnam yandırıp qo'ymoqchi bo'lsa 1 milyonga to'xtam, mening ra'yim o'zgardi 1 milyonga ma'luma, men shepi hozir. Deb burun hoşnamga satqilib qo'ymayman. Agar iqola bo'lsa, men unda deymaydim shu burun hoşnamga, yani burun hoşnam bilan majbur hoşnamlab o'tirgan. Ben o hoşnam bilan o'tirishni xohlamayman. Falan 1 milyon kildigan bo'ladimi, ko'chak bilgan yaxshi odamda hoşnam o'tiriladi degan. Lekin endi bu burun hoşnam satadigan bo'lsa bo'ldi, men o'zim olib qolay. Balam o'tason. Deblan men ila olayman. İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi'nin qarashishi shu. Ikkilanga nisbatan burun sodini bekor qilishdan iborat, shepiga nisbatan yeni bir sodidan iborat. Fa in ta'azzara ja'aluha fasxan. Yani bazı bir ahvallarda mesela biz aşı ikkilanga nisbatan fasx dedik-ku. Bazı bir ahvalda fasx deyilmaydigan bazı bir ahvallar bor. Shunda ahvallarda bu fasx bo'ldi desangiz, bunday ahvallarda yani fasx davramsa ya bu chaqda batalatil iqala deydi. İqala qilish yo'li kesib ketdi. İqala qilolmaydigan bo'lib ketdi deymiz. Yani iqala batila. Undan iqala batila desek nima bo'ldi? Ay burunqi soda kuchga ega bo'lib, bisab bo'lib ketaverdi. Uni yenish hech qanday yo'l qolmadi degan bu. Fasx qilib bo'lmagan ahvollar qaysi? Masalan, shu narsa ishlik bo'ldi, yoki yo'qolib ketdi, o'g'rildi, yoki setib olgan narsa bizning qo'limizga kirgandan keyin avib bu boshqa bir narsaga aylanib ketdi. Mesela burunqili dedak setib olgan bo'lsa, dedak tug'di deydi. Ya bir sog'liqni setib olgan bo'lsa, buni qo'zildi masalan. Ziyoda munfasila bo'lib avib qoldi yoki halok bo'lib ketdi. Bu chaq iqola degan narsa bo'lmaydi. Yondirib bermaydi uni. Ziyoda bo'lib ketsa bo'ladi. Ziyoda munfasila mutavallida bo'lib qolsa yondirib bermaydi. Mesela bir qo'yni setib oldi, bu qo'yning juni azroq o'sgan bo'lsa, yondirib turdi. Ya bijing go'sht ketilgan bo'lsa, yondirib turdi. Ammo birini tug'ib bir qo'y, ikki qo'y olib qolgan bo'lsa, yondirib bermaydi. Yana mesela shu narsa butun ishlik bo'ldi. Mesela non setilib, nonni yutib olib, non yondirib bermasak, bu soda yondirib berish degan narsa tasavvur qilolmaydi. Ya bunda ahvallarda yondirib berolmagan ahvolda İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi ve iqal degan narsa mavjud emas. Sodani vaqt tugab kechirilib ketdi deydi. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah bay'un jadidun fi haqqil kull. Üçleylenning haqqida yeni bir soda. Fa in ta'azzara fa fasqun. Endi yeni bir soda digilolmaydigan ba'zi bir ahvollar bo'lsa, bu chaqda biz yeni soda demay, shu chaqda fasq deymiz. Qanday masalan, veya digilolmaydigan ahvol manqul narsani qo'lga olmasdan yondiribdi. Bir telefonni 5000 ko'yga deyishib, pulni berdik, lekin telefonni qo'limizga olmadik. Nima? Shu chaqda yo'q, kasagas pulni olmayman deb turvasak, bu chaqda yeni soda digilolmaydi buni. Chunki men telefonni taqaman, pulimga olmagan.
Ular yeni soda digil olmasa bunu deymiz, fas deymiz. Bu çağdan da makul fas. Bu amaldan kaldırış, bunun sodini bekar qilish deymiz deydi. Yoki tovarga almashtirgan bo'lsak, masalan bir telefonni 1 soatga almashtirdik. Yani ikkisining birisi o'g'raldi yoki sunib ketdi, yo'qolib ketdi deydi. Bu chaqda beya digil olmaydi. Qaytirib ishni yangidan beya digil olmaydi. Chunki bu yerda ikkisining birisi yo'q. Her ikkisi aynı vaqtda ham mabi' hem saman o'ttirganda muqoyadadir. Tovarga almashtirishda. Lekin birisi bo'lmaganikilar bu beya digil olmaydi, fas qilib ketadi deydi. فَإِلَّمْ يُمْكِنْ فَسْمَ digil olmaydigan ahvol bo'lib qolsa, ondan bu iqola bekor ketdi. Yani iqola bekor batala degan yandirish degan narsa mavjud emas. Burunqi soda kuchga ega bo'lib ketdi deydi. Yani şu Imom Abu Yusufning nazarida ash iqolani yangi soda digil bo'lsa, yangi soda deymiz. Yangi soda digil olmagan bo'lsa, fasq deymiz. Lakin fasma digil olmay qalsa batalatul iqala va ash burunqi soda kuchga ega yangi bo'lmaydigan bo'lib ketdi. وقال محمد رحمه الله فسق. محمد رحمة الله عليه ay iqala bu burunqi sodani bekor qilish iborat. Fasq bu bay' emas. Ash Abu Hanifa'ningga o'xshaydi nima? Fa in ta'azzara fa bay'un. Ma'noda o'xshamaydi. Fa in ta'azzara batalat degan Abu Hanifa. Meyada fa in ta'azzara yani fasx deyish mumkin bo'lmagan ahvollarda, masalan tovar hammasi yo'qolib ketdi yoki ziyoda munfasila olib ketdi. Fasx qilolmagan ahvolda endi yangidan bir soda deymiz. Masalan bir qo'yni sotib olgan bo'lsak, qo'y bizning qo'limizga tushgandan keyin birini puzlabdi, ikki bo'ldimi? Bu chaqda fasx qilib bo'lmaydi. Buni yandirib bermoqchi bo'lsak, yangidan ashadanga sotgan hisobda bo'lmaydi. Yani ikki qo'yni sotdi deymiz. Ikki qo'yni birini soda yandirib berdi deymiz. Fa illam yumkin soda deyishga mumkin bo'lmagan bo'lib qolsa, bu chaqda yandirish degan narsa mavjud emas. Burunqa soda kuchga ega. Batala yani batalatul iqala. Endi fasl desa Muhammad rahmatullohi alayh fasl digil bo'lsa fasl deymiz. Ammo fasl digil olmaydigan ba'zi ahvollar bor. Bu chaqda bay' deymiz. Masalan fasl digil olmaydigan ahvollardan yuqorida bir necha ahvol bayon qildik-ku. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashini bayon qilgan chaqda. Meyada yana bir misol, burun ashtavarni sotib olgan bahodan jiqroq bahoga yandirishga tushgan bo'lsa, burun masalan 5000 ko'ga olib telefonni, yani buni yandirishda 6000 ko'ga yandirib paslar. Yani bergan 5000 ko'ning o'rniga 6000 ko'y berla telefonni qaytarib berma degan bo'lsa, yoki bergan pulning jinsidan boshqa narsaga yandirib berishga deyishgan bo'lsa, masalan 5000 ko'ga sotib olgan, men 5000 ko'y bergan sizlar menga bir soat bersizlar yandirib beradigan bo'lsa, bu chaqda fasq digil bo'lmaydi. Yani fasq digil olmasa nima deymiz buni? Yangidan sotdi deymiz buni. Yangi sotuldi. Yani fasqmi qiyil bo'lmadi, bay'mi qiyil bo'lmadi. Bu chaqda bekor olib ketdi deymiz dedi. Bekor olib ketdi nega? Qaytiritish bekor olib ketdi. Qaytirammaydi degan. Shu tabtul batalat degan gaplar biz iqola gapini qilyapmiz emasmi? Al iqola tabtul. O'xshash. Miyada batala degan muzakkar ekib qo'yishi fa illam yumkin al fasx batal al fasx. Fasx bekor olgan ekan, fasxni shu biz iqola degan. Iqola bekor oldi, nimaydi? Undan ekan soda burun qoladi dedi. Yani fasxni qilib olmaydigan, bay'mi qilib olmaydigan batilga ahvol qaysi esa tovarni qo'liga topshirib olmay turib 5000 ko'ga bir telefonni qo'liga topshirib olmay turib, mening 5000 ko'ning o'rniga 6000 ko'y berasiz, telefonni yandirib berma degan bo'lsa, yoki 5000 ko'ning o'rniga bir soat berasiz degan bo'lsa, yandirib berish degan narsa bo'lmaydi. Yani bu yerda soda bitib ketdi deyingan. Soda bitib ketdi. 5000 ko'ga qo'yga hisobda 5000 ko'ni berma, telefonni olgan. Yandirib berish degan narsa bo'lmaydi. Biz Muhammad rahimahulloh qolgan fasl birdan qaraganda shu masalada ketdi. Fasqun degani hiya fasqun. Ha yuqorida va hiya fasqun fi haqqil mutaaqidayn.
الإقالة فسخ dedi. فإن تعذر جعل الإقالة فسخا فبيع فإن لم يمكن جعله فسخا بطل جعلها إقالة. Hadi mesela şu ikala yandırıp biriş bir kavlap gibi doğru yani yandırıp biriş diyen nasıl olmayı bir ada demek. Batalat diyen ma. وقال زفر رحمه الله فسخ يعني الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما. Üçüncü şepi hakkında mı bu fasık oldu. Bu şepinin hakkında bey mutaakideyn'in hakkında fasık olmaydı demek ki. Üçüyleyden'inki de fasık olarak gidiyor. İşkeylende fasık, bireylende bey demeyimiz dedi. Müşahede yani bir mezhepte müşmasının özde dört hıl karışını bayan kıldı. Ve suratuhu yani müşmasını kanda tasavvur kılmaz. Mesela لو تقايلا قبل القبض فهو فسخ بالإجماع. Ya ittifak gelgen bir urun var dedi. Kolu tapşırıp eleştiren ilgili bir tavarına soğudu kıldı. Telpununu başımda işte telpununu da kolu tapşırıp ammay durup ya oldu ammay dedi yandırıp verdi. Yandırıtmaya da. فهو فسخ بالإجماع. Bunu da hem imamlarımız yani tut imamların hamısı bir dek bu fasık da karaydı o. Beka kılırdı. Muş ikala hazır fasıkta ibaret. Bunun beyat dediğinden birismi yok. ويبطل شرط الزيادة والنقصان. Muş ikala kılan çağdaman 5.000 koy bagen 5-20 koy basa öndürütme dediğin. Ya ki 20 koy öndürütme dediğin bu şartla bekalık yüzdü. Öndürüteş diyen şu kişiye artık kendi kendine bekalık gitti. Ne için? Çünkü bu fasık. İkala diyen burun soğudunda değişken bahada şunu öndürütüş olan iken artık kendi kendine hesap etmez. Ama artık kendi bozduğun buldu bey'un cedid oldu. Ama indahuma fadahirun. Yani indahuma şikayetlerinin nazarda yukarı diyen sözlerimiz enak dedi. Yani şikayetler müşahede kim? Muhammed olan Zufar. وكذا عند أبي يوسف رحمه الله أبو يوسف رحمة الله عليه نزل دمه شنو أخشاش لأنه تعذر جعله بيعا çünkü bir şeyde muş kayıt üretişine yeni soda digli olmaydı. Şimdi ama kablan kabul boğan iken kolga boğan bolsa yeni soda diş mümkün de tasavvur kılış mümkün de lekin bir tek kolga tapşırıp almagan narsa olan iken bu soda tutmaya hesapta olan iken bir de yeniden bir setiş diyen narsa yok. Şu yandırıtış, bika kılıtış diyen gap deydi. İlla fil akari hayth yecuzu bey'uhu qabla al-qabd indahu. Fakat Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi'nin nazarında gayrimenkulni setip kalsa kolu tapşırıp elisi ilgili satsı bulup diyen karşı battı. Öğünü soğutlaştık hazır. Öğünü soğutlaşıp biz sorunlu oturup kundaklayamayız. Başkalığa geçsede setresek bul. 1 milyon hazır bir öğünü aldım. Bu sorunu falanı alaydıysa belki setit alayım. Peki ya bunu çok olmuş size öğünün kaşık beraber açıkçası elip hemen öğünleri de tapşırıp elip anını setişleri gerek diyenim yok. Lekin menkulu kalsa bunu kolu tapşırıp elip anını setiş lazım deyip وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ الْقَبْدِ kolu taşıp ağanınkin yandırıtıp kalsa فَهُوَ فَسْقٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin nazarda bu fasık oldu. Ebu Yusuf'un nazarda bey oldu. Yani makinkisi yeniden başlanğan abzasken bu. وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ الْاَوَّلُ yani yandırıtıp diyen bu olandiken 5.000 koy telefonu satı almışsın ama bunu yandırıttım diyendiken şu 5.000 koy diyen şu baha üzüm oldu dedi. Şu bahanın özünü kaytırış lazım. Cinsen 5.000 koyu kaytırdı. Ve vasfını burunka devirlerdik pullarda bunun vasfı battı. Mesela el-ceyyid ve-radi ve-vasat dedik. Ya ki el-buhrac ve-zuyuf ve-nebahraj dedik ma. Şunlar kıl krisenlikli battı. Şunu vasf dedik. Yani hazır türleri deyimiz. Yen koy desek, yen desek mesela cungunun yeni, yapının yeni emez diyendek. Şunu kaytırış lazım. Dolar desek Amerika doları. Yani Kanada doları emez. Ve kadran silman okşaş. Ne için şunda aynen kaytırdı o zili? Ennehu fashun. Burun kıygan sorduğu biz emelden kaldırı tutarımız lazım. Hemen nasa üzerinde kaytılan gibi. Pul setvalıcının çıkığa tavar satıkçının dükkanı kaytılı.
ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير. Eğer 5000 koydan artıq birila yandırıp birma, hazır telefonun bası üsüp ketdi, baza iştik dep qalsa, yoki baza chiqib ketdi, manch pulga qaytirib birma, manch pul tutilib qaytirib birma deydigan manda bo'lib qalsa, va ta'jil kechiktirishga kelarib qaytirib bersa, kelaribdiki ishlatib olay degandek emas. Va tag'yir, manda shaklda pardozlab, yangidan mayqachilab, qolib chiqdim bizni sebab ekasi andan qaytirib birma degandek manda shart qalsa, bu bekar. Şu aynan qaytirgan gap. Li'annal iqalata raf'un. Iqala degan burun qinasini bekar qilib o'tish. Fataqtadi raf'al mavjud. Undan ekan, aşı ba sodini bekar qilishdan iborat. Bu ba bo'lgan sodini bitta mushahadada 5000 ko'ga bo'lgan sod edi. Wa ziyadatu lam takun, ortiq narsa yo'qdi. Fala tartafi. Undan ekan, bu ortiq narsa bo'lgan bo'lsa, ondan yandiratdiq deb ortiq pulni bir dag'ashdi. Aslida yo'q u ortiq. 5000 ko'ga deyishdiq, uni 1000 ko'ga ketib bir dag'ash yo'q bo'lgan ekan, u 1000 ko'yni yandiritish degan narsa bo'lmaydi. 5000 ko'yni yandirish bo'ldi. Fala tartafi yoki fala turfa'u illa idza hadatha bil mabi'i aybun. Faqat lam ashu setib olgan narsada bir ayb paydo bo'lib qoldi. Mesela telefonun ekranını gıcırttın mesela. Hani yandırpasla da qarab turdik. Bu çağda aşınınga qarta gıcırtışının kıymetini tutup gelip onu qaytirib berdi. Tecrüz bi aqalla min al-thaman al-awwal. Dastlab 5000 ko'ga deyishgan bo'lsa, ekranni jijiyotgan bo'lsa, uningga 500 ko'y tutilib, 4500 ko'yga qaytirib bersa bo'ldi. Lianna an-nuqsana fi muqabalat al-ayb. Chunki mishada 500 ko'yni tutib oldik, bu aşı gıcırtışdan iborat aşı aybning qarshiligi bo'ldi. Walau hadathat az-ziyadatu fil mabi'i kal-waladi. Mesela qo'y birini qo'zlab bo'lgandan keyin qaytirib birma dedik, lekin birini qo'zlab bo'ldi. Bu bo'g'azdan shunga qolgan. Endi bu birini qo'zlab bo'ldi. Endi sizlar buni 1000 ko'y birlar, 1000 ko'y ma qo'zisi uchun undan qo'ylarni yandirib birma deb manda deb qolsa, ba'dal qabd. Albatta bu qo'yni qo'liga topshirib olgandan keyin batalatul iqala indahu. İmam Abu Hanife rahmetullohi alayhi nazarda iqala bekor qildi. Yandirilmaydi bunda. Li ta'azzurul fasxi bi sabab ziyada. Chunki bu yerda qo'zidan birisi paydo bo'lib qoldi. Bir qo'y, ikki qo'y bo'lib ketdi. Endi fasx qilmoqqa holdan deydi, batil deydi Abu Hanifening nazarida. Nolga yandirilmaydi. Yandirilmaydi. Lekin yangidan sotaman deb satsa bo'ldi. وعند أبي يوسف الإقالة جائزة بما سميا كالبيع الجديد. أن أبو يوسف رحمة الله عليه bu iqalını yeni bir soğuduk istibaret deb turgan boğaçqa neç pul atsa 5000 ko'ga satib olganni 6000 ko'ydan 3000 ko'ga satib olgan qo'yni 4000 ko'y deb atandı qanday atsa yeni so'da bu sataq yo'q. Va hudus az-ziyadati ba'da al-qabd la yamna'u dalik. Qo'lga topshirib olgandan keyin bir qo'y ikki qo'y bo'lib qolsa, uni qaytirish emas, qayta setishni tusanmaydi. لا يمنع البيع دمكشي. وعند محمد رحمه الله إذا سكت أو سمى الثمن الأول. إمام محمد رحمة الله عليه بهانın gapini qilmay, yandirib birma debdi. Manch pulga degan gap yo'q. Yoki dastlabki bahani atsa, 5000 ko'ga sotib olgan bo'lsa 5000 ko'y, 5000 ko'ga yandirib birma, burun olgan bahani yandirib birla, aw aqal yoki 4000 ko'ga yandirib birla, aw dakhalahu aybun yoki bir aybni qilib qoldi, shuni qartab tutilgan bo'lib, bahani to'latgan bo'lsa, fa va fasqun. Bu shu sodini bekor qilishdi ibaret oldu. El-iqala bir şey yandırıtış, fasıqda ibaret. Yani bey' bulmaydı. Fasıqında bir çıkıp koyup, amma da biz anlaşılır. Amma bazı kitapta var, bazı kitapta yok. Yani bu sözü dedi İmam Muhammed'in 3-4 türlük misallar var. İn sekete, ev semma semenel evvel, ev aqalla, ev dakhalahu aybun. 4 türlük ahval bayan kıran bolsa, birbirler bunu sebebini bayan kılmaz. Tafsili bayan qilmaydi. Amma idza samma al-aqal, masalan, 5000 ko'ga setib bu kishiga 4000 ko'ga qaytirib birma degan bo'lsa, bu chaqda bu fasx bo'lardi dedi. Yani qaytirib birishdan iborat. Burun so'zni bekor qilishdan iborat dedi. Nima uchun? Lianna sukutun anil ba'd. Chunki bu 5000 ko'lik so'zidan 4000 ko'yin tilg'aldi, 1000 ko'yin tilganmidi? Walau sakata anil kulli kana fasxan. Agar pulning gapini faqat qilmagan bo'lsa, fasx bo'lamdi bu mumkin. Bulutda. Nasıl? 5000 ko'y, 4000 ko'yni atibdi. 5000 ko'yni hammani atsa, fasx bo'ldi. Hozir 4000 ko'yni atgan ahvolda albatta fasx bo'ldi. Bu 1000 ko'yni atmaganligi ta'sir etkazmaydi.
fakada anil ba'd. Bundan bir qismini atmasa, albatta iqodaning fas bo'lishiga to'sqinlik bo'lmaydi. Wa amma idza zakara ath-thaman al-awwal, dastlabki bahoning o'zini tilg'agan bo'lsa, 5000 ko'g sotgan bo'lsa, 5000 ko'gga qaytirib berma. Fadahir bu aniqan 5000 ko'gga oldi, 5000 qaytirib bermoqni hech qanday masala yo'q. Fas. Wa amma idza dakhala aybun, sotgandan keyin bir yani buzib qo'ygandek ahvol bo'lib qolsa, faliman marra. Yuqori degandek يجوز بأقل من الثمن الأول لأن النقصان في مقابلة العيب ده. Çünkü şu buzutishning aybning qarshiligida baho tutib qolgan ish bor. Bu ayb baho tutib qilib yoki ayni baho mayli bo'libdi endi beraveray, men seta olalayman deb rozi bo'lib qolmaydi. Rozi bo'lmasa, shu qarshiga pulni tutib olib, ondan qaytarib berdi. Va in sammaya akthara, agar 5000 ko'g sotgan bo'lsa, undan jiqroq pulni tilgan bo'lmasa, 6000 ko'g qaytarib beraman, qaytarib olay degan bo'lsa, av xilafal jins yoki 5000 ko'g berib, keyin qaytarib berishda, do'konlardagi soatni bizni basli qaytarib berma yoki ma Samsung o'rniga iPhone'ni rasm qaytarib berma degan bo'lsa, xilafal jins sotgan pulning jinsi o'zgarib ketdi hozir. Endi degan bo'lsa, av hadathat ziyadatu yoki shunda olib qolgan bo'lsa, bir qo'y ikki qo'y olib qoldi. Bu chaqda ondan nima bo'ldi? Fawa bay'un jadid li ta'azzur al-fasq. Bu yerda qaytirish degan narsa mumkin bo'lmadi. Chunki bu yangidan qilingan savdo deymiz. Vajhu qawli Muhammad rahimahullah annahu fasqun bi sighatihi. İmam Muhammad rahmatullohi alayhining dalili o'shadi. Shunda deyishdiki asosi, hozir to'rt qarashni bayon qildik-ku. Shu to'rt xil qarashningki birdan-bir dalil islomga Muhammad rahmatullohi alayhininki dalili annahu fasqun bi sighatihi. Shu iqola degan siyg'aga qaraydigan bo'lsak, bu asodni bekor qilishni bildirgan so'z deydi. Shu iqola degan raf'dir. Zaman ar-raf' wal-izala degan ma'nodadir. Lianna al-iqalata tunbi'u 'an ar-raf'. Chunki iqala degan so'zi bekor qilib o'tish, ko'tarib o'tishni, amaldan qoldirishni bildirdi. Va minhu mushma'ni ishlatilgan ahvollardan mush iborat bo'lmasa. Aqlni atrati bi ma'na ar-raf' wal-izala. Ya'ni ey Alloh, Allohumma aqlni atrati deb duo qilgan bo'lsa, ey Alloh, mening shunday xatoliklarimni kechirasizlar degan ma'noda. Tajavuz an zallati deganda. وفيه معنى البيع لكونه مبادلة المال بالمال. أنا مش إقالة مزدا وندا قريدان بوساق سيتشيا مضمون بار. بعدين متى بالمال بالمالغا المشتري بار. مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم. تمليكا وتملكا ديان. مضمونة سوسيتكم مضمونة. لكن إشتكن عبارة قرصاق إجابة القبول ديكه. بو بكا قلش مضمون ديكه söz. فإذا أمكن العمل بالصيغة يعمل بها. شuna biz bunda qarab shu lafzga aynan amal qilib bo'lsa, shuni hisob qilib bo'lsa, hisob qilamiz. Iqola degan yanduritish fasdab manda tushunsak bo'lgan bo'lsa fasd hisoblaymiz. Va illa agar unday hisoblanib bo'lmasa, yu'malu bil ma'na. Uni yana bir savdo deymiz demakchi. فإذا سكت أو سمى الثمن الأول أو أقل منه أو دخله عيب أنا جقرق من ذات أهول دا فقد أمكن العمل بالصيغة لما بينا إقالة بيندرتش دسك ممكن بولي شو ممكن بولي كان فسد دايماز بيادر ترى مستقيم بولدا دمكشي محمد رحمة الله عليه ولي أبي يوسف رحمه الله أنه بيع أبو يوسف رحمة الله عليه بو بر يندن ستشتن عبارات لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض çünkü bunun mezmunu qaraydigan bo'lsak, bu ikkita vaz bo'lib, bir malni bir malga almashtirish iborat. Fa yu'malu bihi, undan keyin buni bay' deb hisoblaymiz. Illa idza ta'azzara, faqat bu bay' digli bo'lmaydigan bo'lsa, fa yu'malu bis-sigha. Ondan so'zga qarab turib, so'zni fasx mazmunda deb qarab, shu bo'yicha ish qilamiz. Ve innema yeta'azzaru indahu qachon ayna mumkin bo'lmaydi desa, biz bayan qildik buni. Tamam? Yardım debdi. Fil iqalati fil manquli qabla al-qabl. Manqulni qo'lga topshirib olgandan keyin undan setishi kerakdi. Qo'lga topshirib olishlarga sotilmaydi. Undan keyin buni bay' deyilmaymiz. Al-bay' qabla al-qabd bo'lg'achqa bay' deyilmaymiz. Undan keyin bu chaqda fasx qildi.
Alama taqaddam, yani alama taqaddam degan yuqorida biz bay'il manqul qabla al-qabl la yajuz degan. ولأبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة رحمة الله عنه دليله أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة لما بينا biz yuqorida bayon qilganimizdek iqola degan so'zning lafzi bika qilib o'tish imaldan qoldirishni bildirdi. فلا تحتمل معنى آخر. Lakin bu yerda boshqa bir ma'no ehtimollik yo'q. Ayni vaqtda bika qilib o'tishda bu ma'noni yana ayni vaqtda satdi degan ma'no, so'dlashdi degan ma'no ikki xil ma'noni tang bildirmaydi. Nafyan lil ishtirak. İştirak degan bir so'zning o'zi ayrim holatda ikkidan ko'p mazmunni ifodalaydigan bo'lgan bo'lsa, bu ishtirak deymiz. Al-mushtarak. Lekin har bir mazmunda haqiqiy mazmunni ifodalasa, bu mushtarak bo'ladi. Agar birisi haqiqiy, birisi majoziy bo'lsa, mushtarak bo'lmaydi. Masalan, al-khal degan so'z arabchada onasining qarindishi. Yana masalan, ma'numi khal deydi boshqa. Yana bulut yoki cho'ng tugilnimi khal deydi ahvollar bor. Kichikroq bir qumliq duvs bo'lib qolsa, buni khal deydi. Yani biz fiqhda al-quru degan so'z ayni vaqtda to'g'rinimi bildirdi yoki haydimi bildirdi. Buningdan boshqa al-ayn degan so'z bor. Oltinni, buloqni, jasusni bildirgan. Yani mavla degan so'z bor. 7-8 xil ma'no keldigan. Nafyan lil-ishtirak. Uni tilda bunda mushtarak bormi yo'qmi degan masalalarda lug'at va usul ulamolari tadqiq qilgan. Ya mushtarak deganim yo'q degan qarash kuchli bo'lg'achqa, bu yerda agar iqola degan so'z ayni vaqtda ham yondirib deganni, ham yenidan savdo qildi deganni ikkinis ishlaydigan bo'lib qolsa, bu yerda bir so'z ikki ma'noga ayrim ishlatilgan bo'lib qoldi. Bizning qarashimizda unda ishtirak deganim yo'q. Har bir so'z bir ma'no udulda qo'yilgan va lug'aviyda. Wal aslu al-amalu bi haqiqatil lafz. Aslida qoida bo'yicha qanday qilamiz? Haqiqa shu oldin o'rin turdi. Al-haqiqa muqaddamun al-majaz. Al-asl al-haqiqa degan qoida. Al-asl al-haqiqa. Faida ta'azzara unda haqiqatiga ishlatilmasa, yamdiritish, bika qilitish yangi ishlatilib bo'lmasa, la yuj'alu bay'an mubtadan. Buni yangidan qayta qilgan bir savdo deb bunday hisoblamaymiz. Yandiranmaysiz, yandirish bika ketdi deymiz. Li'annahu diddur-raf. Chunki bay' degan bu bika qilishning ta'tirini isbotlaydigan narsa. Ta'tirini bildirdi. Bay' degan isbatul mulk, tamlik va tamalluk. Iqola degan bu rafa yoki izalatul mulk degan bo'ldi. Undan keyin buning haqiqiy ma'nosiga aprayilsak mumkin bo'lmoqda. Buning ta'ti ma'nosiga apmaymiz, bu bika olib ketdi deymiz. قال وأما كونه بيعا في حق ثالث يقرد الدلقاء بيع جديد في حق ثالث الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قيد غيره شين شخص نسبة bu yeni bir savdo oldu dediğimiz ve bu şefi' ona şefi üçüncü şahs şefidir ve suratuhu ba'daran mana biz suratini bayatın tasavvur bo'lgan bir uyni satdi fasallama şefi'u şuf'ata sallama şefi'u şufa degan şefi bo'lgan kishi men olmayman sizlar ilvaslar xalqadagi sitvaslar deb unda şefilik haqidan tanazul qildi summa taqayala al-bay' wal mushtari an sodiq bo'lgan ekan bu ishkaylan yandi sodidan falish shafi'i shuf'atu mana mush yangan chaqda shafi egizga qaytirib bermaylar men ilishni qarab qoldim hozir maslahatim o'zgarib qoldi asli egizga qaytirishdan burun men olaman deb ilib oladi dedi shafi mushtariydan olgan gibi mushtaridan shafi oldi yani yeni qo'shnisidan shafi ilib oladi ko'ni qo'shniga qaytirib bermaydi yeni qo'shni xilafan li-Zufar imom Zufar ya bu kishilarga nisbatan fasq degan fasq bo'lsa imom Zufarning nazarida u qaytirib bergan vaqtida bu yana shu shafilikga qadam mahrum bu g'ingpang qilinmaydi uni yana ma huwa fasqun fi haqqima fa huwa fasqun fi haqqi g'ayrima chunki bu so'z satiqiga ikki tarafning haqqida fasq bo'lsa uchinchi shaxsning haqqida albatta fasq bo'ldi karradd bi xiyar shart xuddi bir shart qo'yib bir ixtiyorlik bergan bo'lsa shu shart bo'yicha yondirayotgan ahvolga o'xshash deydi arrad bi xiyar shart xiyar shart degan nima shu 3 kungacha yondirib akab pasam akab birma idab ta'ta faqul la khilabata wa liyal khiyar 3 ayyam dedgo shu xiyar shart
Habban ibn Munqizir radhiyallohu anhu hadisi kelgan. Mesela şu 3 gün içinde qaytırıp bəlsə İmam Abu Hanifa'nın deydi, fasq deydi. Həmməliyə nisbətən fasq deydi. Üçüncü şəxs üçün fasq deydi. Onların siz xiyar şərt müstəq 3 gün içindən durub bəlsə 3 kişiyə nisbətən, həmməsi nisbətən fasq edilməz. Yəni ma ağılda şunda deyişiniz lazım. Qiyasla ilzam qılmaq üçün. Ve cevabuhu Züfer'e qarta imamın cevabı Ennel ikalete nakl-ı mülkin bi-icabın. İkale degen nakl-ı mülkin bi-icabın ve kabulun bi-ivadın mali. Bir narsın ornağa bir narsın almaştırıp icab al kabulundan igidaçılıkını yütkütülen gel. Ve huve sebebi vücubu şüfa. Muşunun özü, mülkün muşunda yütkütüşünün özü şefilik hakkını keltirip çıkargan şöyle. Şefilik hakkı qanday kep qaldı? Öyün satıman degen çağıtlam, muşu öyünün igida açılıqını üzemdim, başqadan ötkeyme degen çağıtlam hoşunun şefilik hakkı şundalan kagentdi. Ve huma abbara anhu bil iqalati li isqati haqqi. Endi o işkeylan öyünüz ilip satqanlar şefilik haqqıdan hoşununu mahrum qilish uchun yandırıp ba'din deb atıdı bunu. Asli yeni soda bu. Ve la yemlikani dalik. ولا يمكن إسقاط حقه وش كلام وخشنين كأختنا بكاقل تميت أسده وكذا لو وهبه شيئا وقبضه بولم بر قياس تاينبتو مثلا يبقى أهولدا bir saatini birisiga hiba qilib berdi. Hadiya olgan kishi saatni topshirib oldi. Faba'ahu al-mawhub lahu. Saatni topshirib elak al-mawhub lahu saatni hadiya olgan kishi saatni kimga sotdi? Li shaxsin oxir. Bu lahu degan mawhub bilan chetishda al-mawhub lahu bir odam bor. Lahu degan ayrim so'z emas. Al-mawhub lahu hadiya olgan kishi saatni hadiyalab üçüncü bir şahsga setvetib qoldi. Summa taqayala setvetgandan keyin u soatning so'zisidan yandi bular. Laysa lil wahib ar-ruju. Saat dastlabda hadiya bergan kishi bu soatni sizga ishlashni deb bergan. Buni setiblar ishlatmay. Lozim emaskan sizga. Sotgandan keyin u setib olgan kishi sizga yandirib turibdi. Akasining soatini. Menga lozim deb ololmaydi dedi. Nima uchun? Hozir hadiya bergan kishiga nisbatan ashunun bo'ldi, ashunun yenishqining bo'ldi, bay hisobida bo'ldi. Ya'ni so'din bekaqiga hisob to'lab qolsa, hibamni egasi qaytirib olaman deb qaytirilishi mumkin. Balki gunoh bo'lsin, axloq qizib qilgan bo'lsin, yandira olaman deb qolsa bu bir gapda. Lekin hozir buningki setib va yandug'ini ashkaga nisbatan iqola va sana hadiya bergan kishiga nisbatan bu bay jadid. Demek bu saatni hadiya olgan kishiga hozir bir saat setilgandek bo'ldi. Men burun bir saatni hadiya bergan bu kishiga. O ish tugagan. Endi boshqa bir sanaslan bir saat hadiya shu saatni cho'glab buni men saat hadiya bergan kishiga birisi sotgan bo'lsa, ekining deb qaytara olmayman. Chunki bu setish hozir. Yandirish degan narsa yo'q. Va javobuhu Zufar üçüncü shaxsga nisbatan fasq oldu. O'xshash deb turadi. Xiyar shart doirasida 3 kun ichida yeni olgan bo'lsa, 3-chi shaxs uchunmi fasq bo'ldi deb qiyas qilib turadiman. Biz buni bo'lmadi. Bizning bir qiyosini keldik bunga. Iqola degan bir narsani almashtirib, bir narsaning igidasini boshqadan o'tkazishga iboratdir. Shunami? Ya'ni mushunda o'tkazishning o'zi shuf'a haqqini keltirib chiqargan. Ya'ni iqolaning mazmuni hozir şuf'ani vacib qildi. Şuf'ani isbotladı. Ve huma abbara anhu bil iqalati li isqat haqqi. Ana şu uyni setishida aslida bu yandirayotgani setishdi. Lekin ash xo'shning haqqini, shapilik haqqini bekor qilib o'tish uchun o'yin o'ynab bular yandirib berdim degan so'zni ishlatib bunda so'di tutdi. Yangisini so'di tutdi demakchi. Wala yamlikan dalik. Bu ishdan so'z qilish orqali mening yani qo'shnisiningki shapilik haqqini bekor qilib o'tolmaydi. Yani bu so'zimizga dalil sifatida bir qiyos kelibmiz. Masalan birisi bir kishiga bir soatni hadiya qilgan bo'lsa, u soatni hadiya olgan kishi birisiga setayotgan bo'lsa, setayotgandan keyin og'ich yandirib bergan bo'lsa, mush yandirib berishi kelinga nisbatan yandirib berish.
Lekin soatni dastlab hadiya beruvchiga nisbatan bu savdodan iborat. Davomki bu soat mening ketdi hadiya bergan sizga akasizlar deb ila olmaydi. Chunki bunga hadiya orqali chiqqan narsa emas, bu pulga setib olgan narsa. Bu laysa lil wahib ar-ruju'. Buni hadiya qilgan kishi yeni olmaydi. Ve yasirul mevhub lahu hediyeni alan kişi. Bu kimle okşaydı o? Yine setip alın kişi. Yok, setip aldı burada. Saat ne? Şunu adamın yanında setip alındık. Setip alın alet olgandıkken asıl bu saatini silbergen mi? Sen setip alın saatini asıl ben belki ekiledim alamayım. Çünkü bana soğudu arkalık ben pulumda setip aldım bunu. Bu silbe hediye ağır rast. Ben setip olgan mülkümden çıkartken kinandın yeniden setip alga hesapta. Qala ve helakul mebi'i yemna'u sihhatal iqala. Biz yuqori degandak, setib olgan, masalan bir nonni setib oldi, nonni yevetdi. Yoki o'g'rab qochdi. Yo'q. Xabar yo'q bo'lgandan qaytirib bermaydi. Qaytirib berish nishada to'g'ri bo'lmaydi. Li'annal fasqa yaqtadi qiyamal bay'. Chunki fasq degan, ana sodini amaldan qoldirish degan gap, sodi bar desak ondan o'zi chiqqan narsa. Sod bo'lmasa, o fasq degan narsa bo'lmaydi. Sodi bar deganimiz, yani soda shunda yandirda odatda tovar, pul, hammasi holatda demak. Ya pulning bog'liq shart emas, tovar bo'lishi lozim. Yani soda qachonda bog'liq bo'lsa, shu tovar bog' bo'lsa, ondan soda hozir holatda degan bo'ldi. Nima uchunsa, al-iqala degan raf'ul aqd. Bir aqd holatda bo'lsa, ondan buni bekor qiladi. Ve halaku ba'dihi yemna'u biqadrihi. Ay tovarning bir qismi yo'qolib ketib qolsa, shu yo'qolib ketgan persenti bo'yicha yandirishni to'sab qo'ydi. Nandan onni olgan bo'lsa, 5 ni yevatgandan keyin yandirib berma deb qolsa, shu 5 ni yandirib beradi. Lekin ayet bo'lgan onni yandirib bermaydi. Ya persent bo'yicha, ulush bo'yicha hisoblaymiz. Liqiyamul bay'i fil baqi. Anda kapqagan 5 nancho, bu mushu 5 nanda soda hozirmi badiklan. Şerde bey mushu kapqagan 5 nanda baqi ba. Undan keyin mushu 5 nanni yandirib berish mumkin. 5 ni yutib bo'ldi, 5 ni yandirib bermadisi bo'ldi. Wa halaku thamani la yamna'u. Pul yo'qolib ketgan bo'lsa, mesela do'konchi tovarni sotdi. Nonni sotiblan, navoy nonni sotdi, pulni bojga to'layapti, unchiga to'layaptimi? Endi pul yo'q hozir. Endi bu nonni yandirib kelib akasak, non bo'lgandan keyin iqola joizlik yandirib birdi. Pulni yandirib berish, pul bo'lmasa chataq yo'q. Uni boshqa birisidan qazilib turib pulni basim bo'ldi. Ya atibiraydisin bo'ldi masalan. Liqiyamul bay'u bidunihi. Chunki ash pul bo'lmasa soda baysatda. Ve in taqayada, muqayada degan tovarni tovarga almashtirish, tovarni tovarga setish. Agar tovarni tovarga satgan bo'lsa, pulga setib olmay, tovarni tovarga satgan bo'lsa, fa halaku ahadihima la yamna'u liqala. Masalan, bir soatga 10 tal nonni tiyishgan bo'lsa, qaysi biri yo'qolib ketib qolsa, yandirishni to'sab qo'ymaydi. Lianna kullu wahid minhuma mabi'un. Chunki ikkalasiga biri ayni vaqtda tovar deyishki bo'ldi. Zaten tovar yo'qolib ketmagan bo'lish kerak dedi-ku. Pul yo'qolib ketgan bo'lsa mayli, tovar bo'lish kerak. Endi mushu soat bilan non hozir. Ishkilisi tovar. Tovarni tovarga muqoyada almashtirdi. Bu chog'da qaysi mabiy? Ishkilisi mabiy deyalaymiz. Mana tovar, bu tovar. Ishkilisi mabiy va ishkilisi tamam o'rinda turdi. Chunki hozir bu yerda muhim bo'lgani mabiy bo'lish kerak ekan, mabiydan birisi bormi? Bor. Mabiy bor deb turibmiz buni. Feyekunul bey'u qalan. Danki bu soda yandiritish altida diyelaymiz. Ve yeruddu kıymetel haliki ev mitlahu. Emde saat bilan nan tigishga ahvolda. Nanni tutib saat bag'o. Bu chog'da nanni o'rniga nim to'lab turdi. Qiymatel halik. Nanning pulisini shu ondan degan bo'lsa, onnanni bozorda hech pul oldamanchi bu. Ev mitlahu yoki boshqa bir navoyxondan o'xshashnamdan onni gizda aqdan bo'lsa aqdan akapasik bo'ldi. قال لأنه إذا انفسخ في الباقي ينفسخ في الهالك ضرورة. Çünkü biraz setiş degan narsa, qolib qolgan narsada bekolab ketsa, yanfasihu fil haliki daruratan. Shu yo'qolib ketgan, iste'mol qilinib ketgan nonda albatta bu bekolab qoldi. Ya'ni setish degan narsa bo'lmaydi.
İdan fasakha fil baqi. Biz şu saatni qaytirib berdik. Al baqi saat namni yapılgan. İnfasakha al bay'il awwal fil baqi. Yani saatni biz yandırıp bermoqchi. Burun qilgan sodini yandırmoqchi. Saat bor. Yani bunu da yandırıp etgandikan, burun qilgan soda yeyilib ketgan nandimi tabiiy bekalib ketdi. Yenib ketdi deydi. Yani saatni yandırdı qilgan bilan nanning shu yenib ketgan bo'ldi. Nanning sodisi yenib ketgan bo'ldi. Ikkilasi yenib ketgan bo'ldi. Yani yeni ketkendiken qilaqlib uni birilsak nanni yap bo'lgan. Nozim bozordan o'xshash nandan uni bermas yoki bozorga shu nanning bahasini pul bilan bermas. Chari shu. Vaqad ajaza an raddihi. Hamda yap bo'lgandikan undan o'zini qaytirib beramida fayaruddu iwadahu. O'zini qaytirib bermaydigan uning badalini qaytirdi. Walau halaka al-iwadani. Al-iwadan saatilan nan desak ikkilisi yo'qolib ketdi. Nanni yapıldığı saatini uğraldı. La tasihhul iqala. Bu yerde yandırış degan narsa bo'lmaydi. Çünkü bu yerde mebi' var mı yok mu? Yok. Mesela qaysi mebi' desa biz yok. Hech bo'lmasa birisi bo'lgan bo'lsa mebi' barmana digil bo'ldi. Hozir hech qaysi yok. Wa tasihhu law halaka al-badalan fi as-sarf. Sarf degan ay muqayadaning aksi. Pulni pulga almashtirish. Bu yerda saman bilan saman var. Muqayadada sil'a bilan sil'a var. Mesela biz dollarını yenge cüneyge tegishimiz var. Sarf. Mesela 100 dollarını 600 koyga tegishgan bo'lsak, 100 dollar mı yok, 600 koy mu yok. Qayzab bo'ldi. Bunda ahvolda tasihhul iqala deydi. Bu shu pul tegishish ishi. Bu setishqanda bay' saman bir saman setishni biz shuni amaldan qoldirib yeni olamda, yeni olaymiz deydi. Muqayadada yeni vaqil bo'lmaydi. İşkili tovar yo'qolib ketgan bo'lsa. Lekin pul masalasida bo'ladi. Çünkü ayada biz mabiy puti yo'qolib ketgan bo'lsa, yenish yo'q dedik. Lekin pul yo'qolib ketgan bo'lsa, yenish bor degan. Lekin bu yerda ishkili pul yo'qolib ketgan bo'lsa, yenish bor. Yani yenish bor desak, bu pulni xajlab bo'lgan. Ishkilaylar 100 dollarni xajlab bo'ldi, 600 ko'ni xajlab bo'ldi. Qanday yanada? Boshqa 100 dollarni bersa, bu 600 ko'ni bersa, yomon bo'ldi. Çünkü saman degan la tatayyan degandir. Yani 100 dollar aş qog'ozni o'zini berish kerak emas. 600 ko'ni shu qog'ozni berish kerak emas. 100 dollarning o'rniga 50 dollarlik ikki qog'ozni bersa, burun bir qog'oz bergan bo'lsa 100 dollarlik bo'ldi. Yani 10 dollarlikdan 10 bas bo'ldi. Wal farqu anna al-aqda andiyada biz sil'ani sil'aga, tovarni setish bilan pulni pulga almashtirish ahvolini ayirib birisi yandirvasi bo'lmaydi, birisini yandirvasi bo'ldi dedik. Bu yerda nima farqi bor desa, bu yerda farq anna al-aqda yata'allaqu bil-'ayni fil-'urudi duna al-athmani. Bu yerda to'xtam degan, setish degan to'xtami nimaga chetladi? Tovar çeldiğen narsa. Soğuduğunun obyekti şu. Tovar soğuduğu olgan ekan, tovarının özü çetildi. Dunal atman pulu çetilmeydi. Fakadal iqala. İqalımı şunda. Iqalımı bu bey degan mazmun bo'lgan ekan, şu tovarga çetildi, pulu çetilmeydi. Nima uchun desa bu sarfda biz so'da qilgan, bu yerda so'da qilgan narsa hammasi gadinimizda bizga qarz bo'lgan narsa shu. Ya'ni gadimizda berishimiz bor deymiz-ku. Qarshi tarafga 100 dollar berishimiz bor, qarshi tarafdan bizga 600 ko'y berishi bor. Ya'ni bu gadimda manch pul berishim bor degan narsa halok bo'lib ketdi deyilinmaydi. Ash qog'ozning o'zi yo'qolib ketgan bo'lsa, uni xajlatib qo'ygan bo'lsa, boshqa qog'oz bersak bo'ldi. Ya yenimizde xajlab bo'lgan bo'lsa, boshqa bir aylanni og'zimizda ilib 100 dollar mana deb bersak bo'ldi. Unda ekan iqolining to'g'ri bo'lishini bu pulning xajlab ketganligi to'sab qo'yolmaydi. Mesela o pulni xajlab bo'lmagan bo'lsin masalan, 100 dollar ham chiqdi bor, 600 ga ham chiqdi bor. Yandirib beriladi desa, o'sha odam bergan 100 dollarni bermay, ya'ni biz yan chiqirdan 100 dollar chiqarib ba'zi bo'ldi-ku. Yo'q, o'sha men bergan pulni berishim lozim degan gap yo'q. Agar mabiy olib qolsa, o'sha telefonni o'zini berish lozim. Undaqkin bu yerda sarf masalasida bu o'sha pulning o'ziga bog'lanib qolmaydi. Lekin muqoyada masalasida tovarning o'ziga bog'lanib qoldi. Farq shu. Vallohu a'lamu bis-sawab. Wa ilayhil marja wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.